Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi G'arb dunyosi degan leksiyamizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bu leksiyamizning ismi Cultural Marxism. Marksizmni bilamiz. Hamda buningki oldiga kultural degan bu sifatning qaytilishida bu uqum Marksizmlik nazariyalarninki va ideyalarninki kultural, ya kultur sohasida qo'llanilishini ko'rsatadi. Bu bizninki G'arbning hozirgi ahvolini tushunishimizdagi intan ochqishliq bir atalg'u. Ammo bu u qadar bahislik bir atalg'u. Ya'ni bu atalg'u o'ngchillar bilan so'lchillar o'rtasidagi datalashninki tugunning birsi. Shuning bilan bir vaqtda bu o'ngchillar bilan so'lchillarninki o'zlarininki qarashlaridagi nurg'unlagan masalalarni ularning qarashlarininki negizlarini o'ttirg'i chiqartqizdigan shundoq bir alohida bir hukm bu. Xo'sh. Sözümüzü aldı bilen Amerika'nınki sabiq prezidenti Donald Trump'ninki bu yıl 17 iyulda Michigan'daki bir yığılış kılgan munu sözlerden başlayımız. Nakıl. Biz hükümetimizden uruş tedbirlerini, globalistlarını, komünistlarını, Marksistlarını ve faşistlarını qoğlab çıkarımız. Bu özününki kelgüsüde eğer 2024 yıl prezident olup kapqalası kıldığı kişininki birisi süpüdü buna tilgili vatıdı. Bu nutukta onun komünistler bilen Marksistlarını qoğlab çıkarımız deyişip bizni eceplendirdi. Globalistlarını tilgilişi texidem eceplendirdi. Acaba Amerika'daki müşündak en terakki qilgan bir kapitalistik devletinin hükümeti de biz komünistler bilen Marksistlarning bo'lishi va bularning cho'qim qo'g'lab chiqarilishi kerakligini qanday tushunishimiz kerak. 1990-yillarning boshlarida Amerikadagi o'ngchillarning asosiy nazariyalari deb qaralgan Pat Buchanan, William Lind, Dengiz armiya qo'mondoni Gerald Atkinson va boshqalar Cultural Marxism degan hukmni o'ttirib qo'ydi. Bu hukmni ba'zilar yangi Marksizm deb deydi. Ama onun başka nüskisi Cultural Marxism. Bula texim ilgirlep Cultural Marxism ijtimai adalet tonuğu o'rni verish orqali tarixni qayta yezish, Amerika Cumhuriyetininki ulularını yezib, Amerika Cumhuriyetining ulularını vayron qilyotdi. Irqchilikni kun tartibga qayta eklayotdi. Alayda imtiyozli sinflarni barliqqa keltiryotdi. Cemaat hayatida nemelerinin deyilişini belgileyotdi. Demek, bularning adaqqa maqsadi Amerikani dinsizlashtirish, oilani bekor qilish va uni ishdan vayron qilishdir. O'ngchillarninki bu hukmni ko'rgan talabati bu qadar zo'r. Endi bir qism solchil siyosiylar va ziyolilar bo'lsa, Cultural Marxism degan hukmdan o'ngchillar Ahtenlik üstünperestler, yani white supremacy, white supremacists ve ırkçılar tarafından uydurup çıkarılgan suikast nazariyesi deb qaraydi. Bu ma'nodan Cultural Marxismning haqiqatan mavjudligi yoki mavjud emasligi hamda agar u haqiqatan mavjud bo'lsa, uning xarakterining qandoqligi G'arbdagi eng muhim ijtimoiy kultural talash tortishlarninki birisi ABD o'tganidek. Undaqda Trump'dan iborat bu o'ngchil siyosiyonning va boshqa o'ngchil ziyolilarning va shaxslarninki tilg'ilayotgan kultural marksizmi nimani ko'rsatdi? Bu marksizm bilan asldagi marksizm o'rtasida qanday munosabatlar bor? Cultural marksizm Amerikani haqiqatan vayron qilyapti. Bu biz bugün qisqacha ko'rib chiqadigan savollar. Albatta, bizning bir kunlik suhbatimizning butun ishbag'ini shu ko'rsatishga yetmaydi. Ammo shunday bo'lsa-mu, biz sizlarga hech bo'lmasa bir shu hukmning asosiy ma'nosi va uning doirasi va alohidaliklarini tanishtirib o'tamiz. Tövende Cultural Marxism alaqadar 3 muhim nuqtani so'zlab o'taman. Bunun biri İştahili komünist Antonio Gramsci'nin qarashlari. İkincisi
Frankfurt iqlimininki bir qism qarashlari. Üçüncüsü keyingi modernizmlarninki bir qism qarashlari. Aldıdan Marksizm haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Bu bir ko'p qismimiz uchun Marksizm haqidagi aslimalarninki qayta aslanishi bo'lib qolishi mumkin. Garchi bu bizga nihoyat zo'r talafot olib kelgan ham biz uchun bir asoratlik bir hukm. Ko'pinchimiz uchun Marksizm ehtimol bizdan bakrak bir biladigan xalq bo'lmasa kerak. Bizning bilishimiz ko'proq bizningki shaxsiy va kollektiv tajribalarimizga, aslimalarimizga va bizning tariximizga bog'langan. Chunki biz bu maslakninki bevosita qurbonligi, shuning bilan bir vaqtda bizni istilo qilgan Xitoy hukumatininki asosliq ideyaviy maslaki va siyosiy nazariyasiniki uli. Yani Marksizm, Leninizm, Mao Zedong ideyasi deydiganning asos tigi Marksizmni ko'plab chiqadi. Endi o'zimning shaxsiy bir qarashimda o'tay, men hayotimda bu yoshga kelganda G'arbda Marksizm to'g'risida men qayta so'zlayman deb o'ylab boqmoqchi ekanman. Chunki men chet elga chiqqandan keyin G'arb falsafasi o'rganish jarayonlarida men falsafada Marksizm uchirgan vaqtda otlab o'tib ketgan o'qish jarayonlarimda. Birisi bir g'azab bor menda, bir o'chmanlik bor. İkincisi bunu ben bilmem bo'ldi, bu bir vaqt o'tgan keraksiz zaharlik bir ilm deb o'ylab ekanman. Ammo men shu orqamda qo'yib unutib ketishni, qalbimning tegi-teglariga dafn qilib o'tishni orzu qilgan bu ideya va ideologiyaninki men chiqqan G'arbda o'lmaganligi emas, balki uningki yangi bir shaklda taraqqiy qilayotganligini ko'rib, nihoyat afsuslandim. Xo'sh, temizga kelaylik. Marks va Engels xuddi nurg'unlarimiz ilgari o'rganganimizdek, sotsializm bilan kommunizm ideyalarininki otilari. Ularning asosiy nazariyasi jamiyatning moddiy yashash sharoiti, ya'ni iqtisodiy munosabatlar nuqtasidan kuzatish, uningga baho berish va uni o'zgartirishdir. Marksning mashhur bir gapi bor-ku, dunyoni tushunish, faylosoflar dunyoni tushuntirib keldi, ammo bizning qilish tegishli eng muhim ishimiz uni o'zgartirishdir. Ya'ni dunyoni o'zgartirish eng muhim narsa. Nazariya muhim emas, amaliyot muhim. Amaliyotda uni o'zgartirish eng muhim bo'ladi. Shuningga ko'ra, ularning qarshicha ishlab chiqarish kuchlari va munosabatlar har qanday bir jamiyatning iqtisodiy bazasini yoki asosini quradi. Asos. Uningda kultur va ideologiya hukmron ijtimoiy guruhlarning huquqining saqlanishi va yurgizilishi uchun xizmat qildi. Agar bu bir sotsialistik davlat bo'lsa, bu davlat kultur, masalan, adabiyot san'at hukmron sinf bo'lgan proletariatlarning manfaati uchun xizmat qiladi. Masalan, Xitoy kommunistlar har vaqt adabiyot san'atni o'zininki hukmronligi uchun xizmat qildirib keldi. Ammo ularning bahonasi nima? Yoki ularning chiroq gapi nima desa, adabiyot san'atni sotsializm uchun xizmat qildirish. Sotsializm kimning? Sotsializmi kommunistlarning sotsializmi. Kommunistlar nima ish qilmoqchi? Kommunistlar adabiyot san'atda o'zini maqtatish va o'zininki qonuniyligini bular orqali adabiyot san'at orqali o'rnatishni va bu adabiyot san'at mahsulotlar orqali xalqninki kallasini yurishni har vaqt o'zininki muhim bir propaganda planlarini birisi qilib keldi. Bu tege mana shundan kelgan. Bu ularning mashhur iqtisodiy baza va ust qurilma munosabatidir. Bu modelning asosiy alohidaligi shuki, baza ust qurilmani belgilaydi. Ya'ni iqtisodiy munosabatlar ust qurilmani san'atni belgilaydi. Bir jamiyatning ust qurilmasiga kulturel, qonuniy, siyosiy va badiiy shakllar, ideyalar, harakatlar va institutlar, muassasalar kirdi. Ular iqtisodiy bazani qayta ishlab chiqarish, qo'llash va taraqqiy qilish uchun xizmat qildi. Texnik aniq desak, jamiyatning iqtisodiy bazasini kim kontrol qilsa, kulturel muassasalar va kulturel
barliq imkonlar uning xizmat qildi. Marks bu nazariyani o'tirib qo'ygan vaqt kapitalizmda sanoat inqilobi boshlanib, jush urib taraqqiy qilayotgan bir vaqt edi. Bu 19-asrdagi gap. U kapitalist jamiyatga iqtisodiy munosabatni tadqiq qilish orqali uni bir-biriga qarim-qarshi bo'lgan ikki sinfga ayirdi. Kapitalistlar va proletariatlar, boylar va yo'qsillar, yoki burjuazlar va ishchilar. Texnik muhimi ezgichilar va ezilgichilar. Ezgichilar bilan ezilgichilar degan bu adoqqa ikkilik yoki dualistik to'qinishning yadrosida huquq munosabati bor. Kontrol qiluvchi va kontrol qilinuvchi, xo'jayin va qul, boshqaruvchi va boshqaruvchi. Yadroliq ma'nosi mana shu. Shuning bilan Marksning bu nazariyasining cho'nqur ta'siriga uchraganlar kapitalizmdan sotsializmga o'zgarish uchun butun dunyo miqyosida proletariat inqilobi qilishni ham armon qiladi, ham buning uchun ba'zi bir planlarni tuzadi. Buningda ishchilarning o'zining ezilguchilik sharoitini anqirib, tashkillik va uzil kesil dunyo inqilobi orqali burjuazlarningki qonun sistemasini ag'dirib tashlash asosiy maqsad qilindi. Ya'ni proletariatlarningki qarshidagi dushmani burjuazlar bo'ldi. Burjuazlar ularni ezgichi, ularning emgak mevasini shulivag'ichi, ularni o'zining emgakidan yatlashtiruvchi. Shuning uchun ular o'zininki haq huquqlari va emgak mevalarini qo'g'dash uchun o'zini ezayotgan burjuazlarga qarshi, ya kapitalistlarga qarshi turdi. Bu inqilob oldi bilan Rossiyada boshlanib, Çar padişah aldırıp taşlandı. Onun o'rniga sotsialistik respublikasi tiklandi. O'xshash inqilob, o'xshash degdek vaqtda Germaniyadami, Belgiyadami va boshqa g'arb davlatlaridami masalan planlandi. Germaniyadagini Rosa Luxemburg degan ayol va boshqalar planlaydi. Ammo bularning hammasi asosan mag'lub bo'ldi. Yevropada aş vaqtda Rossiyadan boshqa bir davlatda sotsialistik tuzum o'rnatilmaydi. Bunun bilan Markslar o'zining piri bo'lgan Marksning sotsializmning g'alaba qilishi, sotsializmningki kommunizm ustidan muqarrar shaklda g'alaba qilishi haqidagi oldin ko'rar ideyalarningki amaliyotga uyg'unligidan gumonlanishga boshlaydi va yangi yo'l izlashga tushadi. Xo'sh, bu yangi yo'l nima endi? Mag'lubiyatdan keyingi sabaqlar qandoq bo'lgan va bu sabaqlar keyin qandoq ekilinib, qandoq tatbiq qilingan. Buningda biz İtaliyalik Marksizmchi, ya'ni ashaddiy Marksizmchi Antonio Gramsci'ni tilga ilib o'tishimiz kerak. Uning ideyasining ta'siri yil ham intayin kuchli. U naiti ijroatni ko'rdigan Machiavellisimon bir strategiyachi. Uningda sal qarashga bo'lmaydigan bir naiti kuchli bir Marksizmlik bir kalla va reallikni o'zgartish qarta naiti bir islohchilik ruhiga boy bo'lgan bir g'oyiba. Shundan bir vaqtda u vositolab o'tirmaydi. Xuddi Machiavelliga o'xshash nishon vositani desteklaydi yoki oqlaydi. Ya'ni nishoning yaxshi bo'lsa, uning nishon yetishdiki vositalarini o'ylab o'tama deydigan ma'qildagi intayin ashaddiy bir strategiya bu. Uning qarshisida G'arbda sotsializm inqilobining mag'lub bo'lishiga asosiy sabab ishchilarning o'zini shulib yeydigan kapitalistlarga va kapitalist tuzumga qarshi turmasdan, balki uningga moslashib ketishi. Kapitalizmning bir qismiga organik o'z xohlagan shaklda qaytilib ketishi. Shuning bilan u shuni umidsizlik bilan bayqaydiki, inqilobda endi bu proletariatlar sinfidan kutishga bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki ular kapitalist tuzumninki iqtisodiy afzalliklariga mas'ulab, undan foydalanib, o'zining iqtisodiy sharoitini turli shakllar bilan yaxshilashga tirishadi. Bu ham bizningki g'arbdagi asosiy ahvolimiz shu. Shuning bilan u
shunda qarorga keldiki, endi g'arb jamiyati haqiqiy o'zgartirlaydigini, hatto ag'dirib tashlaydigini iqtisodiy bazasi emas, balki kultural o'zgartish. Bu Marks'ninki iqtisodiy bazasi asos üstü qurilma, uning xizmat qilish kerak deydigan ma'quldagi modelni butunlay dumko'mtirib, kultural asos, kultural jihatdan asos singdirib va kultural jihatda Marksizm ideyasini singdirish orqali butun jamiyatni qaytadan qurib chiqish kerak deydi. Buning ichida iqtisodiy bazasi bor, qaytadan qurib chiqarilishda. Ammo asosiy nuqta iqtisodiy bazasi emas. Gramsci uchun. Nimishqa? Chunki uning asosiy nishoni ideologiyalarni, ya'ni Marksizmning ideyasini va uning dogmatik qarashlarini cho'qim institutlarning hammasiga, jumladan ma'rif sohasiga singdirib o'tish kerak deb qaraydi. Shuning bilan bu ezilgichlik enini yetildirib, yenicha kultural dunyo qarash yetildirish kerak. Bu degan gap, ezilgichlik degan gap bu yerda ezgichlar bor. Ezgichlar kimlar? Kapitalistlar bo'lishi yoki boshqa bo'lishi mumkin. Ammo buningki bir o'xshamaydigan yeri, bu yerda bu ezilgichlarni bu noqlalda bu qatam kapitalistlar demaydi. Nimishqa? Chunki bu jamiyat asosiy masalani o'zgartirishda iqtisodiy bazasiga tayinib ketmaydi. Iqtisodiy bazasida kapitalistlar iqtisodiy munosabatni kontrol qiluvchi, ishchilar uni ishlab kontrollik uchiruvchi deb qiyos qilinadi. Ammo buningki o'ylaganda nima degan vaqtda bu boshqa ushaq, ozsonliq, girvaklashtirilgan, xo'rlanganlar guruhlarni tepib chiqib, ularni uning qarshidagi yana bir guruhga qarshi qo'yish orqali bu yerda ezilguchilik bir enini yetildirib, ezilganlar guruhini va guruhi enini barliqqa keltirishni tashabbus qildi. Bu o'zgartish qonliq inqilob orqali emas, balki ezgichi va ezilgichdan iborat ikki qutbga ayrilgan sinflarning va guruhlarning to'qinish orqali amalga. Masalan, agar Marksizmning qarshidagi ijtimoiy to'qinish burjazlarda ishlar o'tirisidagi to'qinishga tugallangan bo'lsa, buningkini tatbiq qilsak, masalan, bu irqchilikqa bek yaraydi buningki nazariyasi. Qanday degan vaqtda aqtalliklar ezguchi, aqtallik bo'lmaganlar jumladan qartalliklar ezilguchi bo'ldi. Buning uchun qanday qilish kerak? Buning uchun institutlarga singdirib, Marksizm ideya bilan ezguchi va ezilguchi iborat chipki Marksizmlik metodologiyalik bu qurilmani ularga tunishtirib, sen ezilguchi, seni ezguchilar bular. Buning uchun sen qarshi turishing kerak deb bularga ezilguchilik enini yetildirib, qarshilik ro'yini oshirib, bu orqali jamiyatda yenicha to'qinishni keltirib chiqarishni bu strategik bir plan sifatida o'ylaydi. Bo'laqmi? Bu yerda birla nima yo'q, bir-biriga qarshilashayotgan guruhlar, ya'ni bir juft guruh yo'q. Boshqa guruhlar bor. Masalan, keyin biz nimani ko'ramiz? Feminizmni ko'ramiz. Buning uchun degan vaqtda buning yana shu o'xshash qurilmasini yana tatbiqlashga bo'ladi. Garchi uning feministlarning hammasi bunikini tatbiqlamagan bo'lsa-mu, ammo yana o'xshash bir qurilmada buni ko'rilishi bo'ldi. Ya'ni erlar, ya'ni patriarxallik, erlar hukmronlikdagi jamiyat ayollarni tarixdan beri ezib kelgan. Ayollar hamda o'rindan dasturib, o'zining ezilguchilik sharoitini tunib, ezilguchilik enini yetildirib, erlar hukmronligi va boshqarishdagi jamiyatga, jamiyatning muassasalariga va bu boshqarishni desteklaydigan barliq institutlarga va boshqa kultural shakllarga qarshi turish kerak degan bo'ldi. Endi biz bu yerda irqchilikni ko'ryapmiz. Feminizmni, ayollar huquqini ko'ryapmiz. Ya'ni boshqa nurg'un sohalarda Gramsci'ninki bu xil ideyalarni tatbiq qilishga bo'ladi.
Shuningdan bir vaqtda bu yana bir hukmni o'tirib qo'ydi. Bu mushtumzorlik bayoni, davlatning mushtum, ya'ni hegemonik bayoni deyildi. Bu aslida Leninning atalg'usi. Bu yerda bu hegemoni deganimiz, bu Türkçe hegemoni deydigan Uyg'urcha mushtumzor yoki zo'ravon bayoni deganimizda ma'lum bir jamiyatdagi hukmronlar guruhininki xizmat qiladigan ma'lum bir bayonlarni, ideologiyani ko'rsatdi. Masalan, Amerika kapitalistik jamiyatidagi asosliq hegemonik yoki zo'ravon yoki mushtumzor bayon nima degan vaqtida Amerikaninki asosliq qurg'uvchilari Angliyadan diniy erkinlik tilab ko'chib kelgan protestantlarninki an'anaviy diniy o'tmishi va amaliyatlari ve nazariyalardan bağlangan, ularninki individualizmni targ'ib qiladigan, shundan bir vaqtda Amerikadagi asosiy qonun ustiga qurilgan bir jumhuriyatchi tuzumdagi davlat degan mana shu asos aloyidliklar va mazmunlar Amerika jamiyatininki asosli hegemonik bayon bo'ladi. Endi bu nimaninki Gramsci'ninki bir targ'ib qilayotgani jamiyatga mavjud jamiyatninki asosliq shu siyosiy, iqtisodiy, kultural va boshqa jihatdagi asosliq bayoniga cho'qim uningga yandosh bir bayon, uningga qarim-qarshi bir bayonni ishlab chiqarib, uningga qarshi turish kerak deyapti. Ya'ni shu hukmronning bayoniga, ya'ni bayon bilan qarshi turish, o'zini ishlab chiqargan bayon bilan qarshi turishimiz kerak deyapti. Ham buni izləyicilərinki kallısıga sığdırış kerak deb qarayapti. Gramsci'nin ideyasiga muhim nuqta shuki, ishlar bilan kapitalistlar bu kultur urushda endi muhim o'rin turmaydi. Uning ustiga ishchilarmi boshqa nurg'ulg'an kichik guruh to'qinishlarga bo'linib ketgan. Masalan, ular irqchilik to'qinishidan bo'lishi mumkin, ayollar huquq to'qinishidan bo'lishi mumkin va boshqa to'qinishlardan bo'lishi mumkin. O'xshash bir odam o'xshash vaqtda bir necha xil to'qinishlar bo'ladi, qatorliqlar. Buning tubki sabablarining birisi ishchilarninki iqtisodiy ahvoli bir-biriga o'xshamaydi, o'zgarib turadi. Uning ustiga iqtisodiy holatni shaxslar tanlay oladi va o'zgartira oladi. Hamda Gramsci'ninkidan bizning ko'rdig'imiz, garchi unda aniq demasam-u, ko'rdig'imiz, agar biz shaxslar tanlayolmaydigan qarim-qarshilikninki bir ramkasiga ularni ikki guruhga kirgizsak, bu vaqtda bu to'qinishninki talafoti texmo dahshatli bo'ladi. Nima uchun degan vaqtda, masalan deyli, irq desak, irqni biz tanlayolmaymiz, millatni biz tanlayolmaymiz. Demak, biz millatlar o'tirishga to'qinish tushgan vaqtimizda bu vaqtda bu qafasning ichiga so'langan ikki gladiatorlar yoki gladiator deydi, gladiatorlardek uni qacholmaymiz. Bu qafasdan qochqili bo'lmaydi. Shuningdan bir vaqtda bu qafasda bir taraf yana bir tarafni usul-kesil vayron qilmoqcha bo'ldi qilmaydi. Nimishqa qafas ana ashundoq loyihalangan. Shuning bilan buni biz bir qafas elishi deb qaraganimizda, buning asosiy nuqta Gramsci'ning da'vatini endi hozir inson o'zi tanlayolmagan to'qinishga kirgandan, ular tanlayolmaydigan to'qinishga kirib, peshonasi tutilib ketgan deb qo'shnoq chiqarib qo'yay. To'qinishga kirgan vaqtda bu texnik dahshat elishish, texnikmo uzil-kesil va birsi cho'qim vayron qilmoqchi to'xtamaydigan bir xil uzil-kesillikka ega bir xil elish bo'ldi deb qaraydi. Masalan, irqchilikni olsak, irqda aqtalliklarni azgichi va boshqa aqtallik bo'lmaganlarni qatlik ezilgich deyish bo'ldi. Jinsiyatda, masalan, normal jinsiy kimlikni, masalan, buni odatdagi
normal jinsiy kimlikni bir bir ayol bilan to'y qil deganda shunday bir normal bir jinsiy kimlik bor deb qarasak, buni hamjinslar va boshqa jinsiy kimliklarga qarama-qarshi qo'yish bo'ladi. Hozirgi g'arbda ko'rilayotgan qarama-qarshi to'qinishlarningki birisi mana shu bu to'g'risida keyin to'xtalamiz. Shuning bilan endi bu yerdagi gap, bu yerdagi to'qinishningki tugallama nuqtasi kimlikka berib taqildi. Ya'ni bizningki kim ekanligimiz, masalan bizningki irqimiz, bizning jinsiyat mansubiyatimiz qatorliq bizningki ko'proq biologiyalik aloyiliklarimizga yotadigan, kimligimizningki muhim mazmunlarni qurib chiqadigan taraflarga bog'liq bo'ladi. Shuning bilan bu mohiyatda bu Gramsci'ninki tutqu qilib jamiyat o'zgarishga yashab qilayotgani kimlikka hujum qilish, ya kimlikni muqimsizlashtirish, kimlikni masillik qilish, kimlikdan puxtaq deyish. Bu xilichiq odamlar o'ylab boqmagan, ammo ilib bo'lsa jamiyatda g'oyat zo'r o'zgarish hatta qalamqonchilikni keltirib chiqadigan bir xil qarash. Gramsci'nin bu ideyaları, onun kitapları bu 1930-yilları İtaliyada vafot bo'ldi. Onun turma xotiraları yozildi. Ondan bu onun turma xotiralari keyin 1960-yilning boshida ingliz tiliga tarjima qilinib, ingliz tili dunyosida, jumladan Amerikada bir qism odamlarningki jiddiy diqqat e'tiborini qo'zg'aydigan bir siyaset analizi, siyaset mandashil bir vaqtida siyasetşünasqa aylandi. Xo'sh, endi Gramsci'dan boshqa yana bir muhim bir iqim bor. Bu iqimni Frankfurt iqimi deyish bo'ldi. Bu iqim 1923-yili Germaniyaning Frankfurt shahrida ma'lum bir boyninki mablag' ajratishdan qurildi. Buning qurilishining asos sebepleri abay deganimizdek sosyalizm bütün dünya miqyosida g'alaba qilmaydi. Bular Germaniyada mag'lub bo'ldi. Shuning bilan Germaniyadagi bir turkum eng oldidagi eng o'tkir ijtimoiy fan sohasidagi ziyolilar shu bir boyninki vasilasi bilan yig'ilib shundoq bir tadqiqot akademiyasi xarakterlik bir muassasani qurib chiqdi. Keyin bularningki shu guruhisi, ularning ideyasi va ularning asarlari qatorliqlar hammasi yig'ib ekilib Frankfurt iqimi yoki Inglizcha Frankfurt School deyiladi. Ularning asosliq nishoni, bu yerda asos bu Frankfurt iqimining asosliq nishoni Marksizm nazariyasini texnik ilgarilatib, jamiyatshunoslik, psixologiya va insonshunoslik nuqtasidan kapitalistik jamiyatning baza va ustun qurilma munosabatini tadqiq qilish edi. Bu dastlabki. Ammo keyin bular ko'p xil fanlarningki, bular ko'p xil ijtimoiy fanlarningki ko'rish nuqtasidan kapitalistik jamiyatini bag'an sari chunqur tadqiq qilishga boshlaydi. Shuning bilan bir vaqtda bularningki tadqiqot bo'ladimi? Bular 2-Dünya urushi boshlanib 30-yillar bular Germaniyada yashab bo'lmay taqilib ketadi. Bularning asos odamlari masalan Horkheimer deyildi, Adorno, Theodor Adorno va Erich Fromm mashhur psixolog va Marcuse bu mashhur yeni solchilik iqimininki rahbarlaridan birisi, u Amerikaga ketdi. Ular Amerikada turib, Amerikadagi eng dangliq universitetlarda xizmat qiladi. Horkheimer bo'lsa hozirgi Amerika Markaziy axborot idorasininki oldidagi bir tashkilotda tadqiqotchilar ishlaydi. Keyin ular 50-yillardan keyin ularningki ideyasini nurg'unga o'zgartirib, ular kapitalistik jamiyatni ko'rib, uningdan bir ishni boshqa ish chiqarmaydiganligini ko'rib, ba'zi chog'larda ba'zilari ideyalarga bir xil tushkunlikni ifodalaydi. Keyin 60-yillarda mushu fuqaroviy harakatninki jonlanishi bilan ular yana qaytadan ularning ilm jonlandi. Mayli qanday bo'lsin, ular boshdan oxir
G'arbda jumladan Amerikada mushu jamiyatshunaslik va bulapmı kapitalizm cemiyetininki analiz sahasida eng nopuzluq shaxslarga aylandi. Shundan bir vaqtda bularninki ideyasi ta hozirgacha jamiyatshunaslik sahasiga cho'nqur ta'sirlarni ko'rsatdi. Texadimmo muhim diqqat qo'zg'aydigan biri bularning hammasi Yahudi. Shunga bu Frankfurt eqimini ba'zi o'ngchillarning qarashicha bularning Yahudilik kimligini chiqib turib, Yahudilarga qarshi turish, Yahudilarni yeklash dek ma'qul cheklanishgan antisemitik qarashlarni mushlarga qo'yib berish orqali bularni ayblaydi. Ama eng yaxshisi bularning nazariyalari ayblanishi kerakki, ularningki kimligi, milliy kimligi ular bo'lmasi kerak. Ammo afsus bu boshqa nurg'unlagan o'ngchillar tarafidan ko'p qismi shiddat bilan ayblangan. Ham kultural marksizm Yahudilarning mahsuloti, Yahudilarning ideologiyasi deb qaraldi. Ammo unchalik unda deb qarab ketishgan bo'lmaydi. Bu bir murakkab bir iqim bu. Ularningki asarlari, ularning metodlari, ularning chiqish nuqtasi, ularning analiz qilgan sohalari bekli murakkab, bekli kam va bek chetishlarni jiq. Shunga uni bir Yahudilarning ilm peni yoki Yahudilarningki bir tadqiqoti deyish bekli tardayli qarash bo'ladi. Bu meni qisqa qo'yganim. Xo'sh, ularning ideyasi bek murakkab, bek kam. Men ularning hammasini so'zlamayman, faqat bizningki navbatdagi temamizga munosabat bo'lgan bir qismini so'zlayman. Ularning qarashicha ezish faqat material dunyoda yuz bermaydi. Bu Marksningkidimi ilg'ilgan bir qadar. Chunki Marksda ezish va izlish material dunyoda iqtisodiy munosabatlarda bo'ladi. Ammo bular uni texnik ilg'iltib deydiki, u ongdan yuz berdi deydi. Bu degan gap Marks bu vaqtida ommaviy media o'zininki bu vaqt deydi. Ya'ni gizli chiqqan radiolar texnibiy taraqqiy chiqmagan bu deymi, chiqmagan. Antiloza texnimi yo'q, qatorliqlar. Ammo 1950-yillardan keyin bo'lapmi bu Horkheimer bilan bu Adorno'ningki ikkisi yozgan Aqartishninki dialektikasi degan bir mashhur bir kitob bor, tomli kitob bor. Shu kitobdagi vaqt, shu kitobni yozgan vaqtlarda G'arbda radio mutarakki qilgan, televizor mutarakki qilgan, gazet, jurnal va e'lon san'at qatorliq nurg'unlagan shunda buni inglizcha mass media deb qo'ydi. Bu ommaviy media taraqqiy qilgan. Shunga bir vaqtda kishilarning turmushiga ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Kapitalistik tuzumdagi muhim bir kultural utuq va shunga bir vaqtda bir kultural bir propagandaning vositasi bo'lgan bir nuqta. Shuni bular buni tutqi qilib mundaq deydi. G'arbdagi masalan puhraviy media, radio, kino, jurnal va boshqalar ondagi ezishni texnikani o'tkirlashtirib etadi. Xuddi 19-asrdagi klassik kapitalistlar ishchilarni iqtisodiy jihat eksploatatsiya qilgandek, ommaviy mediamu kishilarni kallisda manipulyatsiya qiladi. Aldashchan vositalar orqali ularni kontrol qildi deganga. Adorno mundaq deydi. Ommaviy media sunniy reallikni barliqqa keltirdi. Kapitalistik demokratiyadagilar erkinlikning xam xiyolidan huzurlandi. Amaliyat ular g'oyat zo'r mashinadagi bir ventidir. Ko'ngil ichi sanoatchi va e'lon san'at puhralarni iste'molchilarga aylantirdi. Ularni tugamas, ammo ma'nisiz tanlashlar bilan allaylaydi. Bozor xuddi ularning hamma ehtiyojini chiqargandek saxt ta'sir berdi. U hamma narsani tovarga aylantirdi. Bu kontrollikning maqsadi mohiyatda kishilarni iste'molchilarga aylantirib, ularni kapitalizmning sodiq murodlariga aylantirishdir deydi. Bu gaplari ilhamu biz chunqur o'ylanib taqadigan va bizningki hozirgi iste'molchilik asosidagi bozor, erkin bozor
asosdagi hayotimizni qaytadan qarab chiqishga bir muhim bir ko'znakdan ta'minlaydigan bir qarash bu. Kültürel marksizmning eng chong töhfasi uning jamiyatni analiz qilish va o'zgartirish qarta ko'p ballarning ko'rish nuqtasidan chiqib turib qilinadigan kültürel tadqiqotlar va harakatdan o'zgacha kuchlik metod bilan ta'minlashdir. U kishilarni medianing kontrolligidan qutulib, mavjud kulturning kontrolligidan chiqib, ya'ni boshqa kulturlarni va siyosiy o'zgarishlarni barliqqa keltirishga rag'batlantirishdir. Bu degan gap buning tagida bu ommaviy media kapitalistlarning kontrolligida. Kapitalistlar bu orqali bu üstqurulma shakllar orqali fuqarolarni iste'molchilar aylanib ularni texnik kontrol qilyotdi deydi. Shuning uchun bularning da'vatini bu ommaviy medianing kontrolligidan qutulishning o'zi mohiyatda kapitalistlarning kontrolligidan qutulish. Buning uchun ular boshqa kulturlarni va o'zgarishlarni, ijtimoiy o'zgarishlarni barliqqa keltirishga tirishish kerak, o'zini qutuldirish kerak deydi. Endi ular buningdan qutulishningki qanday bir yo'lini bizga sunadi. Buni masalan menga birinchi qatimliq leksiyamizning birinchi temasi haqidagini anglagan ekan bir qizimiz xat yozib qoldirib qo'yibdi. Qanday qilsak mushu hozir ahvollardan, ya'ni birinchi darsimizda so'zlangan ideologiyalik ag'dirmachilikdan qutulib bo'ladi debdi. Bu yerda mushu Frankfurt iqlimidagilarniki bizga sungan vositasini men yana sizlarga sunaman. Bu vositaning ismi tanqid nazariyasi. Critical theory deydi buni. Buni tegi marksizmdan, ammo bular bu Frankfurt iqlimidagilar bu tanqid nazariyasini nada zo'r darajada taraqqiy qildiganlar. Bu bek murakkab, uning ustiga bu o'xshamagan Frankfurt iqlimidagilarning asarlarida o'xshamagan shaklda ifodalangan, shariklangan va tonishtirilgan. Shuna bu yerda uni bir cho'qim bir aniq bir ramkaga ilib ko'rsatish xiyla tez tushadi. Ammo shunday bo'lsa-mu, ular yig'ib kelsak, ya'ni ma'lum bir aniqroq bo'lgan bir ramkaga erisha olamiz. Tanqid nazariyasi deganimizda u shaxslarningki his tuyg'usi, sharoiti va boshqalardan ko'ra bir jamiyatdagi mavjud bo'lgan institutlarningki va boshqa sohalarningki qanday funksiya qilganligi va uningki hukmron sinfningki ehtiyojidan uningki manfaatini qo'g'dash ehtiyojidan qanday chiqarganligiga o'zining diqqatini beradi. Shundan bir vaqtda uning asosliq nimasi nishoni mana shu institutlar bo'ldi. Ko'p allarni. Uning qarashicha kishilarning kallasini eziqtirishlarga va manfaatlarga qarshi turish qarta kuchli qurollar ta'minlaydi. Chunki bu nazariya kishilarning o'zlariga o'rgatilgan, tanilgan, shunday ularni kontrol qilish qo'llanilgan barliq haqiqatlar, qo'shtirnoq haqiqatlarning gumonlanish, ularni savollash va tanqidlashga rag'batlantiradi. Mana shu bir qarorda jamiyatda odam o'zininki o'rnini tunish va o'zininki jamiyatini o'zgartirishning oldingi sharti uni savollash. Uning haqiqatlarini, uning bizga tanilgan dogmatik ideyalarini, qimmat qarashlarini savollay olgan vaqtimizda andin o'zimizning o'rnini aniqlay olamiz va shundan chiqib turib o'zimiz yashayotgan jamiyatni o'zgartira olamiz. Buning uchun intayin kuchli bir tanqidiy bir on, tanqidiy bir nazar, texnik oddiy aytsak, tanqidiy bir pozitsiya muhim bo'ladi. O'zining jamiyatini savollamaydigan odam shu jamiyatning o'ziga sungan barliq haqiqatlarni qabul qildigan bo'ladi. Uni qancha qabul qilgan sari u haqiqatlarga shuncha moslashdi. Uni shuncha moslashgan sari shuncha kontrol qiladi. Endi bu tanqid nazariyasining bizga da'vatini hamma ishonma, hammani qabul qilma, hamma ergashma, balki uni
amalının bahati sual sorup, suallap bak, aklını işlet demekçi. Gerçi bula aqartish hareketi qattiq tanqid qilgan bo'lsa-mu, ammo aqartish hareketininki yana yo'shirin jihatdan mana shu aqlni ishlat, nopuzga bo'ysunma, nopuzni sualla deydigan tüpki ideyalarni yana boshqa bir shaklda bu yerda ishlatadi. Shundan bir vaqtda ular bu xil aqliy tanqidni bir xil axloqiy harakat va hatto burch sifatida qaraydi. Her qanday bir cemiyet yaşayotgan bir şahıs özünün cemiyetini sualış gerek. Bu keraklik bir ahlaki buruştur. Qarlaçı əgəsən ya qarlaçı yaşsan, eşini bilmey, nadallarca yaşsan, şada bizden bir xil əlaqə pasıb, hem masışcan kontrol qılınğan bir nemek aylansa, obyekt aylansa demek. Hoş. Frankfurt iqlim haqida müjdeksi to'xtalay. Endi üçüncüsü bir qism keyingi modernizm mutafakkirlari. Bular işte filosoflar. 1960-yilları bir turkum filosoflar o'tirg'i chiqib, G'arbning dunyo qarshiga Frankfurt iqlimida radikal tanqid berdi. Bular Lacan, psikolog, Derrida, filosof, Foucault, filosof qatorliqlardir. Ularning qarshicha xuddi tanqid nazariyachilariga o'xshash keyingi modernistlar aqlning ustunligini targ'ib qiladigan oqartish harakatini qandaqdir insonlarni ozod qilgan bir maslak emas, balki ezilguchilarning kallasini isloh qilish xizmat qiladigan va mohiyatidan ezguchi ideologiya deb qaraydi. Yani bir cihat ile bessak, gerçi onun aniq demisimi, bu oqartish harakati G'arb madaniyatiningki eng hal qilg'uch harakatlarining birisi. Ularning ideyasi G'arb madaniyatiningki, G'arb jamiyatininki rul egalarining birisi. Ularning hozirgi da'vatini dal ana ashunga buningdagi ham G'arb buning yana bir nuqtasi bu G'arb bütün bir G'arb kültürü bir yerde bir xil ezgiç kültür süptede yoshirunmu o'rtaga chiqariladi bu yerda. Ular uni aniq demaydi, ammo mushning o'zlillar qarg'a vaqtida buni shunday deb qiyos qilish. Chunki bularning da'vatgan gapida buni ba'zi Frankfurt iqlimliklar degan bu filosoflar va psixologlar da'vatganmi, G'arbda aqlni eng ustun o'rinda qo'yash eng oxirsida Yahudi qatliamini keltirib chiqadi. Yevropaning yurgidagi eng yuqori darajada taraqqiy qilgan va Yevropadagi oqartish harakatini eng uzil-kesil elib borgan bu davlat eng qo'rqinchli jinoyatlarni qildi. Demak, aqlning ustunligi aqlning taraqqiy qilishi insonlarni ozodlikqa emas, balki ularni qirg'inchilikqa, boshqalarni qul qilishga yetaklaydi. Shuning uchun oqartishningki oxirgi nishoni mana shunday qo'rqinchli bir hokim mutlaq bir tuzum va uningki vahshtini barliqqa keltirdi dedi. Shuningdan bular mohiyatda G'arbningki bir butun kulturni, aqlchilik ustiga qurilgan kulturni shiddatli tanqid qildi. Bu shu filosoflar. Endi bularning ko'p qismi Yevropaliklar yoki oq tilliklar. Endi biz buni irqchilikning yalaqi qarim-qarshilikning ramkasiga solsak, G'arb jumladan oq tilliklar yoki mandashilbat vaqtida xristianlar yoki deganlar bular nayt asallar ezguchilik salohiyatiga ega bo'ldi. Mushlarning tanqidlarining tegida ashyoylaqi ikkilik to'qinishligiga qarta ezguchi va izilguchilikka qarta G'arb ezguchilikka qarg'allar izilguchilikka nayt asallar kirgizildi. Bu yerda yana bir nuqtani deb o'tish kerak. Ularning qarishicha, masalan, irqchilik nuqtasidan qaraganda
Yevropalik imperialistlar mustamlik qilinganlarning fizikalik territoriyasini istilo qilib qolmay, balki o'zlarining dunyo qarashlarini ularga majburiy tamdi. Buni aqartishni tarqitish deb ataldi. Mustamlikini aqartishni tarqitish deb ataldi. Foucault'ning qarashicha bu yerda birla va ideal haqiqat yo'q. Balki haqiqatning siyosiyligi bor. Haqiqatning tarqilishiga isbotlash emas, balki huquq sabab. Bu degan gap kim huquqli, kim ezguchi, kim mushtumzor bo'lsa, uning degan haqiqat bo'ladi. Haqiqat isbotlash, faktlar bilan o'ttirib chiqargan narsa emas, balki kimning uningga qimmat berib, uni haqiqat qilish qilmasligiga bog'liq bo'ladigan narsa deyildi. Bu haqiqatning siyosiyligi deganning o'zi haqiqatninki obyektivligi, insonning irodasiga, shaxsiyatiga, manfaatiga, orzu, istaklarga beqinmaydigan aloyidligini rad qilib, haqiqatninki siyosiyligi deganimiz haqiqat hukmronlarninki irodasiga xizmat qiladigan narsa deb qaraydi. Ya'ni subyektiv bir narsaga aylandi bu yerda. Biz odatda haqiqatni obyektiv, betaraf, pokichallikqa to'lgan, isbotlash bilan to'yilgan bir xil nimalar deymiz, hukmlarga qaraymiz. Ammo bu filosoфlarning qarashicha haqiqat unda biz o'ylagandek unda emas. Bu yerda bir huquq qurilmasi bor deb qaraydi. Yani qisqani eskartay, avvalgi o'zaro to'qinishadigan taraflarda bu huquq qurilmasi bor, kimni kontrol qilish bor. Haqiqatda bu kontrol qiluvchininki nimani haqiqat qilib, uni kontrol qilinuvchilarga tenishi dek mandaq munosabatlar bor. Demak, bu Foucault'ninki ideyasining yadroliq qismi ko'pincha barliq inson munosabatlarini bir xil huquq munosabatlari sifatida ko'rish. Bu bizga yangi bir jamiyatni va insonlar munosabatini kuzatishga yangi bir ko'znak bilan ta'minlaydigan bir nazariya deb qarashga bo'ladi. Derridaning qarashicha, Derrida Fransiyaninki Yahudi filosofi bu. G'arbning kallasi azaldan bir-biriga qarim-qarshi qo'yilgan ham biri yana birining ustiga dastilgan ikkilik ichida tafakkur qiladi deb qaraydi. Masalan, aql bilan hissiyotninki ikkiligi. Qadimdan tortib G'arbda bularmi Aflatondan keyin aql hissiyotdan ustun o'rin qo'yildi deb qaralib kelgan. Masalan, bir odamning badanini olsak, aql kallamizda joylashganlik bilan hissiyot ko'kirkimizda joylashgan hissiyotning ustida turdi. Uning ustiga o'xshashda odatda aql bilan hissiyotning munosabatini biz asov ot qitilgan ma'piga o'xshatamiz. Ma'pikash aql, otlar hissiyot. Otlar xalqaga chepishni arzu qiladi, ammo ma'pikash yoki harfkash uni tizgindan kontrol qildi. Har vaqt aql ustunlikda hissiyot unga bo'ysunib kelgan. Mushkil qurilmaga qaraydi. Yana masalan, ruh bilan tan. Qadimdan tortib nurg'ulg'an kulturlarda va dillarda ruh ulug' bo'ldi. Tan degan vaqtda tan har vaqt ruhga xizmat qilish kerak. Uning ustiga tan o'zininki bu dunyodagi fizikalik aloyidlik bilan kasalmanlikka, azoblanishga, og'riqqa, qerishga qatorliq shunday turli nimaga uning ustiga insonning kamijatdan badandagi havoyi havaslar qatorliqlar insonni gunohga, xatolikqa, hatto jinoyatga boshlaydi deb qaralib pastko'rlikka ega bor. Shuning bilan bu yana bir xil naytalaqa mush Derridaninki nimasiga tushadigan, formulasiga tushadigan yana bir xil ikkilik to'qinishi. Ana lekin erlik bilan ayollik. Avvalingdek erlik bilan ayollik iborat bu to'qinishda erlik har vaqt ustunlik turib kelgan, hech bo'lmasa g'arbda, sharqda nurg'oya shundoq. Ayollik buning ostida izilguchilik yoki beqindilik munosabati bo'lib kelgan. Shuning uchun bu xil munosabatni biz
intayın keskin bir toqunuşunu, adaletsizlikni, hem bir xil münasibet qaraqda tabiiqchilik. Biz üstüde, biz aslida. Biz aktif, biz passiv. Biz belgilənçe, biz belgilənguçe xarakterlik mana bu münasibetlerini görürüz. Şunun bilan Derrida'nın qarşıca biz bularni hergizmi əzəldən şundaq deyib qaramasligimiz kerak. Bu faqat biz bularni shunday deb qarab olgan. Biz qarab olganligimiz uchun bularni ijtimoiy qurashtirmalar. Social constructs. Bu bek mühim. Bu bek bizga chiqishlaydigan bo'ldi ekan. Bu degan gap, masalan, bu ruhlar tanning aynan deb qarab, masalan, erlar ayollikda hech qachon Derrida'nın qarşı hech qachon bu bizning tabiatimizga yezilib ketgan narsa emas. Faqat bizning ijtimoiy munosabatlarimiz, ehtiyojlarimiz va boshqa talablarimiz sababidan shunday o'zgarib ketib qolgan. Buningki yana bir sharisi feminizmningki danliq rahbarlarının birisi Fransiyalik ayol feministimchi Buffoniga ilib aytgan vaqtda biz ayol bo'lib tug'ilmagan, balki tug'ilgandan keyin ayolga o'zgarib ketgan degan bir gap bor. Bu gapning yana bir ma'nosi bizning tug'ilishimizda ayollik muhim emasdi. Faqat jamiyat bizga jinsiyat kimligini berdi. Yani jamiyat o'zida bor bo'lgan ayollar ikki kimlikning kategoriyasidan birisini bizga tanidi degan yeri bor. Tabiiy undaq emasdi. Faqat ijtimoiylikdan, ijtimoiy qarashdan, ijtimoiy besimdan, ijtimoiy tabudan va ijtimoiy qimmatlarning sababidan bizga bu kimlik berilgan. Amaliyotda biz qandaq ermi ayol emas, faqat bir inson sifatida bu dunyoga kelgan degan qarshi Derrida'ga o'xshab keldi. Shundan bilan Derrida'ning oxiriga biz bu xil adil bo'lmagan, ijtimoiy tabiiy bo'lmagan, ijtimoiy qurashtirmalar bo'lgan bu xil tabiiylik munosabatni tushunishimiz kerak. Shundan bilan buning mashhur bir qarshi bu xil izmga aylanadi. U izmning ismi deconstructivism. Buni Uyg'urcha tarjima qilsak, tushunishlik bo'ladi. Ya'ni bu tushush deganimiz mana mushkil munosabatningki butun nemisini, qurilmasini tushunib tashlab, qaytadan qurib chiqishni bu tashabbus qildi. Endi bu biz abayqi nemimizga kelsak, abayqi qarashlarimizni buni tatbiq qilsak, ezgichilar izilgishdan iborat mana bu xil adolatsiz tabiiqchilik nima? Bu ijtimoiy qurashtirma deb qaraydi. Undaq bo'lgan ekan, buni cho'g'ri bo'ldi. Cho'g'ri bo'ldi ekan, uni cho'qim cho'g'ish kerak deb qaraydi. Xo'sh, 1970-yildan keyin yuqorqi ushmasak bo'libmi, tanqid nazariyasi bilan keyingi modernizm bir-birisiga qo'shilib ketdi. Bu qo'shilish Amerikada 1970-yillari Martin Luther King tarafidan boshlangan puhraviy harakatlardan va undan keyingi boshqa harakatlarga yangi ko'rish nuqtasi axloqiy jasorat va nazariy ramka bilan ta'min etildi. Xo'sh, endi biz bugun G'arbningki hozirgi ijtimoiy va siyosiy sohasidagi muhim bir bahislik bir hukm bo'lgan kultural marksizm to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tdik. Buningda biz 3 asosli omillarga qarab chiqdik. Birisi bu yerda biz Frankfurt ekonomiga qarab chiqdik. Andan keyingi modernistlarga qarab chiqdik. Andan keyin texnik muhimi Gramsci'ninki strategik Machiavelliancha qarashlarga qarab chiqdik. Endi shuning bilan biz bu yerda oxirida bugungi bu temamizni tushundirish qismini o'sha yerda to'xtatamiz. Bu kultural marksizm degan hukm yana bundan keyingi leksiyalarimizni davom ettirib. Endi men bu kultural marksizm degan bu hukm uning ma'nosi va uning tatbiq qilish qatorliqlar haqida o'zim his qilgan o'zimningki
bahayimni, bularga tanqidiy bahayimni berib o'taman. Birincisi, Abay denimdek bularning üçünün içinde Gramsci'nin idisi, Frankfurt eqimining idisi ve ba'zi bir keyingi modernizmchilarning idisi işte Frankfurt eqimini kultural marksizmninki asosliq bir manbasi deb qarash sal bartarafligiga. Chunki Frankfurt eqimi bir xil noiti o'zgacha, keskin va noiti bir nozik bir metodologiya bo'lish bilan bizningki nurg'ulg'an jamiy ijtimoiy masalalarni bayqashimiz uchun muhim bir rol o'ynaydi. Gerçi u marksizmdan shoxlab chiqqan va marksizmninki ayni vaqtdagi hal qilinmagan masalalarni texnik ilg'ab hal qilishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin kultural marksizm yoki yangi marksizm, uni bir yangi marksizm deb qarash ma'lum jihat ilib o'tgan vaqtida bakla oddiy bo'lib qoldi. Ama uningda masalan Gramsci'ninkidek kapitalist jamiyatni ichidan vayron qilish qarta aniq harakat programmasi o kadar aniq emas. Gramsci'nikida u bak aniq bu. Qalam bosqichliq hattoki maqsad va vosita aniq shakllangan shaklda o'tirib qo'yilgan. İkincisi, kültürel marksizm bizga kültürel o'zgarishning ijtimoiy o'zgarishga muhim rolini to'nitdi. Yani kültürel institutlarınki, ideyalarınki ve hareketlarınki bir cemiyetinin özgürlükte oynayan rolunu intayin mühim bir noktasında ortaya koydu. Ama zamanımızdaki ırkı tokunuşlarını, münasebetlerini ve başkalarını çokum şu kültürel marksizmdilla şahlap çıkan deyiş sel yana adliye qo'qol. Chunki Amerikadagi bu irqiy munosabatlar, to'qinishlar, bartarafliklar va o'chmanliklarning bo'lib kelayotganiga 200 yilda oshdi. Ya'ni qachonki qulluq shu qullar savdosi bo'ldi, Amerikaga ilib kirildi va qartalliklar va boshqalar qo'sib ishildi. Bu xil munosabat mana shu xil davomlashib keldi. Ammo men yuqorida deb o'tib ketgan bu nuqtalar uning ustiga KGB'ning kerakli ideologiyalik ag'darimchiliklar bor. Bular ketilib bu asldan mavjud bo'lgan bu irqchilik amaliyatiga yangi bir nazariyaviy ko'znaklar bilan metodni, yangi mazmunlarni, yangi ko'znaklar va metodlar va qarashlar bilan ta'minladi deyishga bo'ladi. Uning ustiga qartalliklarning o'zlarining sharoitini anqirib turib, o'xshamagan shakllarda appaga yana nurg'un nazariyaviy izlanishlar bor. Ularning ba'zilari marksizmga moyil bo'lgan, ba'zilari boshqa bir izmlarga moyil bo'lganlar bor. Masalan, biz Martin Luther Kingni qiysak, Martin Luther Kingninki ideyasida murakkab, uning yana bir qismida xristianchilikninki qarindoshlikqa murojaat qilish tek mana bir xohishim bor. Malcolm X'ni alsak, Malcolm X o'zi qartalliklar harakatidan qarilarning ustunligi, ularning o'zini qo'g'dishi, ularningki hayotida bularmi siyosiy va iqtisodiy hayotda mustaqil bo'lishi o'zi yashayotgan jamiyatda aqllar beqinmasligi. Qatorliqlarni keskin murassasiz bir harakat programmasi o'tirib qo'ydi. Onun için Malcolm X bir Müslüman. Onun qarashlarida islomiy elementlarni nəhayət ko'p. Bo'libmi u hech qanday bir insonga emas, balki bir yaratquchi Allohga bayat qilishni targ'ib qilgan yerlar bor. Shunga buning deganim aqtalliklarninki o'zininki irqiy sharoitini tonish, uni tonutish, yezish, ifodalash va nurg'ulg'an kampaniya va harakatlarni planlash va elib berish qatorliqlarda cho'qim kultural marksizmninki ta'siri bor deyishga bo'lmaydi. Buning uchun inchga tadqiqotlarni elib berish kerak. Ya'ni hozirgi qartalliklarninki aqtalliklar bilan bo'lgan to'qinishning hammasiga kultural marksizm
sebep bo'lgan desek, bu to'liq aqllanma chiqarilgan bir yakun bo'lmaydi demoqchi. Endi üçüncüsü, Marksizmninki xuddi biz ko'rib o'tganimizdek eng xatarli tarafi odamlarni bir-biri bilan kelishmaydigan, aldirab oxirlashmaydigan sinf va guruhga to'qinishi va hatto urushiga kirgizib qo'yish. Buni biz qafas urushi deb sharhladik bugun. Uningda ikki taraf bir qafasga so'langan shaklda bir-biridan apuchanlik yo'q ahvolda, mehribonlik, muruvvat yo'q ahvolda bir-birini dushman ko'rdi va bir-biridan adoqqa erishdi. Bu nəhayət qo'rqinchli. Bizning mayli diniy jihatdan bo'lsin, mayli axloqiy jihatdan bo'lsin, yoki bir ijtimoiy qimmat sifatida bo'lsin, apuchanlik, qarindoshlik, davrdoshlik, sabdoshlik, qatorliq nurg'unlagan omillar bu qafasning ichida yo'qolib ketadi. İnsan yirtqichlaştirildi. Hamda bunu biz bir milliy munosabatga qaraysak, masalan, yoki shu xil shaklda ko'rsak, masalan, bizning taqdirimizga qarab vaqtimizda Xitoy, Sharq Turkistonda biz Xitoylar bilan ikki guruh bo'ldik. Bu sinfiy jihatdagi bo'linish emas, balki milliy tarkib jihatdagi bo'linish bo'ldi. Ilgari Madan inqilobning oldi va madan inqilob davomida keyingi bir vaqtlarda biz sinfiy jihatdan o'z-o'zimizga dushman bo'lib keldik. Qanday bo'ldik? Boylarimiz, halvoqlarimizni biz dushman ko'rdik. Xitoyninki yo'li bilan-da, ularninki mol-mulkini tortdik, ularni pipan qildik, xo'rdik, hatto ba'zilarini o'ltirdik. Taqdimi muhimi, ular bizning dushmanimiz bo'ldiki, Xitoy bizningki bizni mustamlika dushmanlikdan iborat bunday bir o'zining asli salohiyatini yoshish imkoniyatiga ega bo'lib oldi. Endi milliy to'qinishlar degan vaqtda biz Xitoy bilan xuddi bir-birisi kelishmaydigan, oxirisi mana bunday qalliq bir raqiqimiz oxirida mana bir to'qinishga tushdik demakchi. To'rtinchisi, kultural marksizm odamning biologiyalik omilligini asosan rad qiladi. Gerçi o to'qinishni paydo qilish, uni avtish va uni yuqori pallaga ko'tarib ichki qanchalar chiqarish, jamiyatni muqimsizlashtirish va hatto inqilob barliq keltirish qo'llanilsa-mu, ammo keyingi ishlarda masalan odamning nerda tug'ilganligi, qanday biologik ixtiyorlar ekanligi qatorliqlar ko'pincha hollarda Marksning nazarida jiq tilg'ilmaydi. U ko'proq insonlarningki boshqa aloyiqliklari, boshqa xarakterlarga ko'proq nim qildi, diqqatini markazlashtirdi deyish bo'ldi. Beshinchisi, bu oldin qarshimizdagi davomiysi deymizki, u insonningki guruh kimligini ta'kidlaydi. Buni yana bir xil atalishi, buni kimlik siyosiysining identity politics'ini deb qo'ydi. Buni yani buningda insonning shaxsiy qarshi hisob etilmay, u bir guruhga majburiylar yoki qarg'oyoqlar tava qilinadi. Chiroy qarg'u bo'lsa, u cho'qim qartalliklarga bo'ldi, qartallik bo'lsa, u cho'qim eziluvchi bo'lgan bo'ladi, yoki oqtalliklarning nazarida u cho'qim zo'ravon, vo'ron, kalva qartallik sifatida qaraldi. Bu irqchilikning nihoyatda bir qo'rqinchli bir tarbi. Ya'ni buningda insonning shaxsiyati guruh kimlik tarafidan yaratıladi. Agar bir jamiyatda shaxsiy kimlik va shaxsiy erkinlik hurmat qilingan vaqtida mana shunday bir guruhga tava qilib turib, ularning hammani qarqoyoq bir kategoriyada ularni qarg'a chiqarib o'tishdak mana bir xatarlik ahvolning oldini olindi. G'arbningki kulturining eng muhim aloyiqliklaridan birisi shaxsiy erkinlikni. Bularmi Amerika jamiyatiningki bu jihatda nihoyat muhim bir utqiy va uning aloyiqlik birisi shaxsiy erkinlikni, shaxsiy mol-mulkni, shaxsiy haq-huquqni nihoyat muhim bir o'ringa qo'yish bu.
Bunun nurg'unlagan qonun jihatdagi boshqa nurg'un afzalliklari bor. Bunun bizningki mana bugungi so'zlayotganimizdagi munosib bo'lgan muhim bir afzalligi buningda dal shaxs o'zininki o'zgichiligini ham uni hech kimni almashtirib bo'lmaydiganligini aldirab bir kategoriya kirgizib bo'lmaydigan alayligini yo'qotib qo'ysa bo'lmaydi. Bomba shu degan vaqtda biz abay deyotgandek mush jamiyatni yoki g'arb jamiyatini vayron qildiganlarninki asosli nishonida shaxsninki doirasini, shaxsninki kimligini, shaxsninki xarakter alayligini hammasini butunlay bekor qilib yoki uni zo'r darajada besib uni kollektivlashtirish. Sen qatillik, sening taqdiring shu, sen ma qatilliklarga qirilib Xitoy qarshi turishing kerak dedi. Bu abadiylik irshadning yana bir xil shakli bo'ldi. Masalan, biz Uyg'urlarninki Sharq Turkistonda ko'rgan kunlarimizninki birsi butun Uyg'urlar Xitoyning nazarida o'rtaq bir kollektiv bir kategoriyaga tabiat qilingan. Xitoyninki harbiy amaldorlardan tortib odatdagi bir ishlamchilikcha, siyosiylardan tortib odatdagi bir kadrlikcha hammasining nazarida Uyg'urlar 49-yildan tortib bir kollektiv bir tahdid keyin dushman ichki yoki ichki dushman sifatida ko'rilgan. Uyg'urlarninki shaxsiyatining borligi, ularning yakka bir Uyg'urlarninki o'ziga xos bir xil hayoti, g'oyasi, qatorliqlarning bo'lishi hech zamon nazarga ilinmagan. Shuning uchun irqiy qirg'inchilikdan iboratlan mush narsa butun millatga qartal bo'ldi. Nimishqa Uyg'urlar hammasi o'xshash. Xitoyning nazarida. Shuning uchun hammasini qirib etish kerak deb qaraldi. Bu nihoyat qo'rqinchli bir ahvol. Shuning uchun bu abadiyligimdek yak shaxslarninki haq-huquqlarini qo'g'dash kollektivninki zo'ravonligidan ya kollektivlashtirilish zo'ravonligidan qo'g'danishdagi bir xil nihoyat zo'r bir qalqondir. Ammo mana shu hozirgi bu yeni markslarninki afsunkashlari shaxslarning quloqlariga nihoyat bir xil tuydirmasdan turib pichirlab, ularni mana shunday guruh kimligiga ega qilib, ularni qarshi guruhi bilan to'xtovsiz talash tortishga va urushga kuch kiritib turdi. Mana shu bizningki bugungi darsimizda ko'rgan bir nemamiz. Bir muhim bir nuqtalarning birisi. Uning ustiga bu bo'lingan guruhlarda abay deb o'tganimizda bu guruhga bir huquq munosabati ustiga qurilgan bo'ldi. Buningda bir ezilguchi guruh, ya'ni biz ezilguchi guruh bor bo'ldi. Men ezilguchi guruhga tabiat qilinsam yoki o'zim shuni qabul qilib, shuni ichiga kirib o'zim shuni bilan kimliklashtirsam, o'zimni ezilguchiga qarshi o'rnab qo'yman. Ezilguchiman shunday. Endi hozirgi gap cho'lganda qartalliklarning ba'zilarininki aşırı qarashlarga ko'rgan vaqtimizda shu degan vaqtda buni keyin so'zlaymiz. Aqtalliklarninki hammasi irqchi. Ularni kechirishga bo'lmaydi deb qaraydigan mana aşırı radikal qarashlar bor. Yoki aksicha aqtalliklarning ichidagi aşırı irqchilarnikimi qartalliklarning hammasini odam sifatida ko'rmaydi Allah. Mana hammasini. Bu mana shunday bir xil kollektiv kimlikni ta'kidlash, uni qurib chiqish, ham uni yana bir guruh bilan qarshi o'rin qo'yib qo'yishninki ijtimoiy uyushchanlik bir jamiyatning ijtimoiy uyushchanligini qanchalik darajada vayron qilganligi. Bularning kimlik politikasini o'ynab turib, kishilarni bir-biriga dushman qilib turib, bir-biriga sap qo'yib, ular oxirisi shu jamiyatni vayron qilish maqsadiga yetkazib bo'lganligidan iborat bizga bir mudda bir ochiq bir haqiqatni so'zlaydi. Endi oltinchisi tanqid nazariyasi jamiyatning mavjud qurilmasining hammasini ezguchilar yoki hukmronlar yoki mustabidlar uchun xizmat qilgan muassasa deb qarash orqali uni tanqidlashga, uni o'zgartirishga,
yoki uni parchaqlab tashlashga rag'batlantirdi. Bu yerda bir axloqiy bir destek bor bu yerda. Ama men deganimdek, tanqid nazariyasida axloq u odatda bir jamiyatda Abay degandek bir odamda bir tanqid nazariyasi bo'lsa, normalda yaxshi bir ish bu. Bu biz jamiyatni kuzatib tura olamiz, shu orqali jamiyatni bu orqali bilib tura olamiz, nurg'un ishlarga oldinib ketmaymiz va o'zimizningki kalimizni ishlatmaganligimizning qurbonligiga aylanib ketmaymiz. Ammo bu zo'ravonlikni aqlashdagi bir vosita desteklansa, u vaqtda bu xatarli bir narsaga aylangan bo'ladi. Biz axloqningki chegirishdan chiqib ketgan bo'lib qolamiz. Bu nazariya shuningdan bir vaqtda mavjud tuzilmani, ya'ni hukmron bir guruhninki manfaatiga xizmat qiladigan mavjud tuzilmani vayron qilish rag'batlantiradi. Ammo uni vayron qilib bo'lgandan keyin nimani qurish haqida aniq ta'limot beraman. Hammasiniki shunday o'xshash. Albatta, Gramsci uchun aniq. Kapitalist tuzumni vayron qilib, uning o'rniga kapitalist bo'lmagan bir yangi tuzumni qildi. Ammo u qanday tuzum? Sotsialist tuzummi? Ehtimol sotsial tuzum bo'lishi mumkin. Ammo u sotsial tuzum bo'lgan vaqtda uning yana boshqa alayliklar bo'ldi qatorliqlar bunga bizga aniq bir javob beradi. Shuningdan bilan bir vaqtda ezilguchilar ezgichlarni yaqisidan ustida turib, yaqisini tortib tushirib, o'zi uning o'rniga chiqqan vaqtda o'zining ezgichlarga aylanganligini o'ylab qo'ymaydi. U vaqtda hozir ezgichi guruhiga tabi'lar ezgichlar tarafidan shunday to'xtovsiz ayblash, qarshi turish, parchaqlab tashlash qatorliqlar orqali asta-asta girvaklashtirilib yoki o'rni almashtirilib, beqindilik tushirilib, izilguchiga aylantirilsa, ham hozir izilguchiga aylansa, u vaqtda biz yangi bir to'qinishga erishamiz. Bu to'qinish nima? Ya'ni shu izilguchilarni izilguchi. Bu yerda faqatla personajlar almashidi, ammo bu yerdagi qurilma o'xshash qurilma bo'ldi. Jamiyat yana tinchsizlik ichida davom etgan bo'ldi. Bu vaqtda biz haqiqiy bir insoniylikka ega bo'lgan, insonlar o'rtasida qarindoshlik, g'amxo'rlik va insonning erkinligi va g'ururiga hurmat qiladigan bunday bir hur jamiyatni qurishdan iborat g'oyamizga yetolmay qolamiz. Bu faqat azguchini vayron qilsaqla tugaydigan bir bunday bir to'qinish yoki bir inqilob emas. Bunun aksi to'xtovsiz zo'ravonlik, o'zaro dushmanlik, o'chmanlik, hattoki boshqa zo'r darajadagi urush, ichki urush qatorliqlar bilan davrinib turishi mumkin. Bu nihoyat xatarli. Xo'sh, bugungi leksiyamizdagi asos qismlari mana shulardan iborat. Men kelarki qitimda tanqidiy irq nazariyasini so'zlayman. Tanqidiy irq nazariyasidan bu tanqid nazariyasi o'rtasida nurg'unlagan bog'lanishlar bor. Shu vaqtda biz bu bugun so'zlagan temamizning ichidagi o'sha irqchilik omilini taqdim ilgirlab tushunamiz va bu vaqtni muhokamalarni yapamiz. Xo'sh, hammalarning vaqtiga rahmat, xushvaqt bo'linglar.